Mashinamiz 1 metr oraliq masofada turibdi. Imtihonda shu joyda turgan bo'ladi mashina startda. O'tirib bismillah deb boshlaymiz. Bitta sizlarga yo'nalish ko'rsatib beraman. Mana shu 1 metr oraliqda turganda bakoy oynani tagida yerda sizlarga palasa xuddi shu ko'rinishda turadi. Поворотник chapga boshlaymiz. Orqa bilan o'tganda поворотникka o'chirib qo'yamiz. Start chizig'idan o'tganda. Yana 1 metr oraliq masofada to'xtatish uchun bakoy tagidan ko'rinadi palasa. 3 sekund shu joyda turib yuramiz. Estakada endi. Estakadada ham xuddi shunaqa 1 metr oraliqda to'xtatamiz. Chiziq ko'ringanda endi bu avtomatik korobga shuni ochib ketaveramiz. Do'stlar, yo'nalishni eslab qolishingiz uchun yo'nalishni boshdan oxirigacha ko'rsatib tushuntirib beraman. 90 graduslik burilish bo'ladi. Mana yerdagi chiziq, fishka, orientir oladigan joylar yoningizga kelganda rulni burasizlar. Oldiga ham, orqasiga ham bosmasdan o'tadi shunda. Chapga Gruzovoy deb qo'ygan. Sada yerga yozib qo'yadi. Gruzovoy bilan avtobuslarning yo'li bu. Bizga keyingisida mana yengil mashina degan znakdan chapga burilamiz. Bakoy o'tadi. Rulni to'liq burasizlar. Hamma mashinada shunaqa orientirlanadi. Malibu'mi, Captiva'mi, Cobalt'mi farqi yo'q. Mana bakoy oyna o'tadi. To'liq buramiz rulni. O'shanda orqa balon bosmasdan o'tadi mana. Joy bor. Oldimizda ham joy bor bemalol bu yoqda. Bu tomondan ham o'tirgan joyingizda yoningizga kelganda mana palasa oq palasa. Eshikning o'rtasiga keldi. To'liq rulni buramiz. Shunda bu tomon orqa balon ham bosmasdan o'tadi. Yana xuddi shu orientir bakoyimiz mana o'tadi. O'rtaga keldi palasi. To'liq buramiz rulni. Taksi svetofor bizga margat qildi. To'g'ri bo'lganda to'xtatib, rulni joyiga yarim и 1 оборот joyiga qaytarib qo'yasizlar. To'xtab rulni to'g'rilasa ham bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. Mana svetofor sariq. Mana yashil yondi, yuramiz. Endi iloyingiz mashq. Bu ham xuddi shu narsa ko'rinadi o'rtada. To'liq rulni burasizlar. Bu yoqda ham adashib ketmaydi. Yengil mashina birinchi yo'l. Keyingi yo'l Gruzovoy to'g'riga deb qo'ygan. To'g'riga o'tib ketmaylar adashib. Mana o'ngga kiramiz. Iloyingiz. Chapga. Yana o'ngga. Bizga markat qilib qoldi, mayli endi hozir cho'zilib ketyapti, video o'tib ketamiz. Birinchi yo'l Gruzovoy bilan avtobusga deb qo'ygan, kirib ketmaydi bunga. Bu Gruzovoylarning yo'li. Keyingisi Gruzovoy avtobus to'g'riga degani mana mana shu sizlarning garajingizda bo'ladi. Shu garajga olib kiramiz. Mashinani yo'lidan o'rtada to'g'rilab olib kelishingiz kerak. Oldidagi palasaga taqab, yaqinroq borib to'xtatamiz. Ana o'shanda bittada kirib boradi garajga. Mana baloningizga tegmasdan o'tish kerak. Mashina oldi to'g'ri bo'lganda to'xtatamiz. Rulni to'g'rilab, orqadagi oq palasaga balonni chiqarib berishingiz kerak. Mana balon bosdi oq palasani. 3 sekund turamiz. Biriga urib chiqib ketamiz. Tak, orqa tomonga aylanayotganingizda Gruzovoy avtobus to'g'riga, bu yengil mashina garaji, zapas garaj. Bu ham Gruzovoy to'g'riga, bu ham yengil mashinaniki.
Biz birinchi garajni bajarganimiz uchun 2 bilan 3-garajga kirmasdan o'tib ketasizlar. 3 garajdan bittasini bajarishinglar shart. Mana bizga yashil, endi yondi. Mana to'xtatishimiz kerak. Chapga buyuruvchi znak ko'rsatyapti. 3-chorrahadamiz. Pavorotning chapga yoqiladi. Ikkinchi marta shu joyda pavorotning yoqasizlar. Tak. Yashil yondi. Yuramiz. Chorrahadan chapga endi. Yana buyuruvchi chapga ko'rsatyapti. Yelkamizga kelganda mana chiziq rulni buryapmiz. Orqa tegmasdan o'tib temir yo'lli stop znaki. Yana bakoy tegidan qarab, mana ko'rindi, to'xtadik, bo'ldi. Shu 1 metr oralig'ida turibdi. Xatosiz to'xtash. Bu yoqdan endi razgonning palasi. Shu joyda gazni bosasizlar. 20-40 znakdan o'tib, skorost 2 ga almashtirasizlar. Ikkinchi skorosda ham yuramiz gaz bilan, yana 20 znak kelganda skorosni 1 ga almashtirib, birinchi skorosda chapga burilishimiz kerak. Chapga burilganimizda avarinka signal chaladigan joyi keladi. To'satdan signal berib qoladi. To'xtatib, avarinkani yoqamiz. 3 sekund yoqib o'tirish kerak. To'satdan signal berganda 3 sekunddan keyin signal o'chadi. Avarinkani o'chirib yuramiz. Endi parallelniy parkovkaga kelamiz. Parallelniy parkovkaga ham mana ikkinchi garajga o'tamiz. Birinchisi bu, ikkinchisi